بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saodatning sabablari silsila darsimizdan bugun 23-sabab yerda sayr va sayohat qiling. Qalbni kengaytiradigan, yurakni yozadigan, g'am tashvishlarni bulutini ketkazadigan amallardan bittasi bu sayohat. Sayohat degani albatta katta pulni sarflab boshqa chet o'lkalarga borishni tushunmaslik kerak. Tog'larga chiqib ketish, o'rmonlarga rihla qilish, sahrolarni kezish, qirlarga sayr qilish, tabiatni qo'yniga chiqish, tog' toshlarga nazarga solish, daryolarga bir tikilib o'tirishlik. Biz sayr sayohat deganda avvalambor shuni nazarda tutyapmiz. Uyda dimlanib o'tirolmaslik. Birodar, iching torayib, asablaring taranglashib, yuraging siqilib, dod degan kelib ketadi ba'zida. Chidamay ketasan. Shart ishlaringni yig'ishtirda, do'konni ochma bugun. Mashinangga o'tir, chiqib ket shahardan. Tog'iga chiqib ket, o'rmonga chiqib ket, yaylovga chiqib ket, sahroga chiqib ket. Bo'g'ilib, dimlanib, shaharda tutunni changini yutib o'tiravermasdan, ora-orada shunaqa qilib turgan. O'zingga bir kun dam olish ber. Hozir ayni shunaqa qiladigan payt. Adirlarda hozir rosa bir ko'karib biz adirlar, tog'lar chiroyli bo'lgan payt. Ochiq turgan mana shu koinotning kitobiga nazar solish kerak birodarlar. Shunda Alloh taoloning qudratini, azamatini guvohi bo'lamiz. Ko'klamzorlar, go'zal bog'roqlar, bir-biriga tutashib ketgan o'rmonlar, tog'dagi archazorlar. Bularning bari sen bilan menga birodar Alloh taoloning qudratini, azamatini ko'rsatib beradi. Buni ko'rishing uchun uydan chiqish kerak. Birodar, uyingdan chiq. Shahardan tashqariga chiq. Atrofingdagi narsalarga qara, tomosha qil, fikr qil. Toqqa ko'tarilda. Baland toqqa ko'tarilda uzoqqa nazaringni tikib tur. Yozilasan. Kenglik insonning qalbini yozadi. Alloh azza va jalla jannatga siz bilan bizni da'vat qilgan paytda jannatni maqtab, uni kengligini aytadi. Astagfirullah va sari'u ila mag'firatin min robbikum va jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshilinglar. Qanaqa jannat u? Robbingizdan bo'lgan mag'firatga shoshiling, jannatga shoshiling. U qanaqa jannat? Kengligi osmonlar yerdan ko'ra keng. Jannat aytilganda uni kengligi aytilyapti. Birodar, tashqariga chiq. Daryoda bo'yiga kelganda suvning oqishiga uzoq tikilib tur. Sharqirashiga uzoq quloq tutib tur. Zilov suvdan to'yib ich. O'rmonga bor, daraxtlarning turli tumanligiga qara. Ularning rangi, shakli, barglari haqida fikr qil. O'pkangni chuqur-chuqur to'ldirib nafas ol. Shunda ruhing qushday yengil bo'lib qolganini ko'rasan. O'zingni erkin his qilasan. Saodat osmonida suzasan. Uyingdan shartda chiq. Uyingda shartda chiq. Telefonni tashla, ko'zingdagi qora pardani uloqtir. Allohga tasbih aytgan holingda mana shu tashqarida sayr sayohat qil. Biz sayohat deganda shu narsani nazarda tutyapmiz. Bu hammamiz qo'limizdagi bor narsa. Lekin erikamizda, "Qo'y" deysiz. Nima qilaman deysiz. Zona komforti degan so'z bor. O'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Zona komforti bo'ladi. Siz o'sha ertaman borasiz do'konga, telefonda o'ynaysiz, savdo bo'lsa bo'lmasa o'tirasiz, qaytib kelasiz, uxlaysiz. Somorga borasiz, yana o'sha ishni qilasiz. O'sha komfort zonasidan chiqa olmay qolganmiz. Chiqib ko'ring-da. Haqiqatan sayohat qilish qiyin boshida. "Qo'y" deydi, "Nima qilasan?" deydi. "Hozirmi? Issiqni qara" deydi. "O'tir, undan ko'ra telefon o'ynab" deydi. "Yangi seriyasi chiqibdi" deydi. Qaysini? Shuning uchun birodar bitta xonaga tiqilib olib, biqinib yotib olib, o'zingni qatl qilmagin. Chunki o'zingni tugatishning eng oson yo'li shu. Telefonga qaraysiz, ko'zingiz tinib ketganidan to'xtatasiz, to'g'rimi?
yo batareyasi o'tirib qolgandan to'xtatasiz, yo qoningiz og'rib ketgandan turib to'xtatasiz. Mana shunday qarab o'tirasizlar. Somorga borib telefonga qarab o'tirasizlar. Birodarlar, telefon o'ldiryapti bizni. Birodar, sen o'tirgan bu xoning butun olam degani emas. Seni o'zing butun insoniyat emassan. Nimaga endi mana shunday bir siqilib o'tirishing kerak? Axir Alloh taolo senga infiru xifafan va thiqala demaganmidi? Nima degani bu? Yengil hollarda ham, og'ir hollarda ham qo'zg'alinglar, ya'ni qimillar harakat qilinglar degani. Tashqariga chiq, tabiat qo'yniga chiq, o'sha yerda o'tirib Qur'on tilovatini qil. O'sha yerda o'tirib tasbih ayt. O'sha kenglikka chiqib turib subhanalloh da bir 10 marta aytganda, chuqur o'pkani havoga to'ldirib turib. Ana shu kenglikda o'tirib, daryoda sharqashir ostida, qushlarda chug'ur-chug'ur ostida, shamolda esishi ostida, keng osmon, toza havo ostida o'tirib Qur'on o'qi. Tasbih ayt, istig'for ayt, Muhammad alayhisolamga salovat ayt. Yengillik tortasan. So'raylarda doktorlar ham xuddi o'sha gapni aytadi. Hoji aka, sabr, ko'chaga chiqib bir havo almashtirib turing, yotavermang, mana qilib yotaversangiz, u doktor aytsa chiqasizlar. Qalbing yoziladi. Siqilishlar, asabtorliklari ketganini ko'rasan, yengil bo'lib qolasan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam hayotini qaranglar. Bundan 1400 yil avval yashagan, sahroda yashagan Makka ahli bo'lgan Quraysh tug'ilgan chaqaloqlarini jismonan, ruhan tetik bo'lishligi uchun sahroga berib yuborishar ekan. Bundan 1400 yil burun mashina yo'q edi Makkada. U yerda tutun, gaz, chang yo'q edi, sahro edi, havosi toza edi, lekin shunaqa bo'lsa ham Quraysh arablari bolalarini sahroga berib yuborardi emizdi bolalarini. Nima uchun? Sahroning havosi toza, sahroda ulg'aygan bolalarning fe'li keng, ovqati sodda, oddiy, har kuni jismoniy harakat. O'sha zamonlarda ham shuni tashvishini qilishgan ekan, birodarlar. Bundan tashqari birodarlar, hamma payg'ambarlar qo'y boqqan. Hamma payg'ambarlar qo'y boqqan. Ma min nabiyin illa wara'al g'anam degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar borki, qo'y boqqan. Buni hikmati katta. Qo'y haydab yuradi, jismoniy harakat. Ertaroq uni o'ngga burish kerak, chapga burish kerak, boshqarish. Yolg'iz qolarkan tafakkur qiladi. O'lim haqida, hayot haqida, Alloh haqida, o'lgandan keyingi narsalar haqida, ammo shahardan boshini chiqara olmaydigan odamlarda bu narsa bo'lmaydi. Hech bo'lmasa-chi, birodarlar, sayr qilib qabristonga kiraylik. Eng yaqini shu shaharning ichida. Kiring, qabrlarga bir qarang, ibrat olasiz. Mana avvalgi darslarimizda aytib berdik. Bir yigit iymonsiz, dindan uzoq, shu bir xudosiz bo'lib o'tayotganda, ota bolasini iymonsiz ketayotganligini, iymonsiz qolayotganligini o'ylab siqildi va vafoti oldida bir vasiyat qildi. Nima qildi? Bolam, men o'lganimdan keyin meni ko'mib kelib, mana shu xonaga kirib, 40 kun mobaynida yarim soat yoki 20 daqiqa o'tir dedi. Nima qilaman o'tirib dedi? Jim o'tirasan faqat dedi. Hali yigit otasini ko'mib keldi, aytganidek 40 kun mobaynida 20 minutdan o'tirdi. Keyin Allohni topdi, iymonga keldi. Nima uchun? Chunki boyagi dunyosidan uzilib, telefonidan uzilib, jim o'tirib fikr qilishga imkon bo'ldi. Hayotni g'alag'ovuridan, hayotni chang to'zonidan qutulib fikr qilishga imkon bo'ldi, Allohni topdi. Nafas qisadigan, uyda o'tirib asablari tarim bo'lib qolgan bemorlarga ham tabiblar shu narsani tavsiya qilishadi. Nimani tavsiya qilishadi? Uyda qamalib o'tira olmasdan ko'chaga chiqing, sayr sayohat qiling. Biz yuragimiz siqilib ketsa, sayr sayohat qilamiz. Qayerga boramiz? Yashang. Bozorga boramiz. Bir yozilib kelay deydi, asabi o'lib keladi. Yana fe'li tor bo'lib keladi. Narx-navolarni ko'rib turib asabi o'ladi. Yana yuragi siqiladi. Dollarning kursini ko'radi, yana tabixir o'ladi. Qarabsizki, sayr sayohati teskari natijani berdi. Alloh taologa yerlarning eng mahbubi masjidlar, Alloh taologa yerlar